Oh, deydi. Birodarimiz yangichasi, 2 etajli qiyonga moslangan, 2 etajli tovuq uchun moslangan, jo'ja uchun moslangan. Assalomu alaykum, qadrdonlar. Xbox kompaniyasining mahsulotini kuzatib borayotgan kuzatuvchilar. Bizda yangilik yana. Yangilikdan to'xtamaymiz. Bunaqa yangiliklar ko'p bo'lishligi uchun qo'llab-quvvatlab turasizlar. Bittadan like bosib turasizlar. Kerakli odamlarga tezroq yetib borsa, bu qafasimizni hozir tushuntirib o'tay. O'zlaring tanisizlar, birodar 4 etajlik. Qafasimiz universal. Eshigi, tepadagi ikkitasini eshigini qo'shimcha tarzda sotib olsangiz, xohlang tovuqning jo'jasini boqasiz, xohlang qiyon boqasiz, qiyonni bolasini boqasiz. Shu bunkeriga to'ldirib qo'ysangiz, bunga ham anchagina yem sig'adi. Mana holatda ochiladi. Mana bu yerda hashay turadigan postavkasi bor, uni ham ko'rsatamiz. Setkasi bor, hali setkasi bitgani yo'q. Setkasini oldingi videolarda ko'rgansizlar, qanday bo'ladi. Xo'p. Ko'rinishi mana shu holatda. Xohlang qiyon boqing, xohlang jo'ja boqing. Bu qafaslarimiz universal. Ko'rib mana baho beraverasizlar.